Xayr Neymar, xayr Braziliya. Ha do'stlar, biz mundialdagi ilk katta sensatsiyaga guvoh bo'ldik. Braziliya terma jamoasi Norvegiyadan mag'lubiyatga uchrab, nimchorak finalda yo'q turnirdan tark etdi. Neymar faoliyatidagi balki so'nggi o'yinini o'tkazgandir, lekin mundialdagi so'nggi o'yinini o'tkazgani aniq. U o'yindan so'ng terma jamoa safidagi faoliyatini yakunlaganini rasman e'lon qildi va braziliyalik afsonani endi biz jahon chempionatida qaytib ko'rmaymiz. Bugun esa Norvegiya Braziliya o'yini haqida gaplashamiz. Bu Eshmat, uning ikki orzusi bor edi. Birinchisi O'zbekiston terma jamoasining jahon chempionatiga chiqishi. Lekin Tracker minish hali ham uning armoni. Bu armonni esa Davrbank amalga oshirishi mumkin. Endilikda Davrbank orqali Onyx, Tracker, Damas va Labo avtomobillarni foizsiz va peniyasiz 60 oygacha bo'lib to'lashga xarid qilishingiz mumkin. Hoziroq 1284 raqamiga qo'ng'iroq qiling va batafsil ma'lumot oling. Davrbank, vaqt bilan sinalgan ishonch. Ba'zi futbolchilar ketadi, ba'zilari esa bir davrini o'zi bilan olib ketadi. Neymar ham ana shunday futbolchilardan biri. 2026-yilgi jahon chempionatining nimchorak finalida Braziliya Norvegiyaga 1-2 hisobida mag'lub bo'ldi. Bu shunchaki bir mag'lubiyat emasdi. Bu butun bir avlodning yakuni edi. Erling Haaland urgan ikkita gol Norvegiyani chorak finalga olib chiqdi. Neymar esa mundiallardagi so'nggi golini urdi. Ammo o'sha gol ham Braziliyani qutqarishga yetmadi. Aslida tarix juda boshqacha yozilishi ham mumkin edi. Bruno Guimaraes penaltini golga aylantirganida yoki Endrik yakama-yakka vaziyatni unumli foydalanganida bugun butun dunyo boshqa sarlavhalarni o'qiyotgan bo'lardi. Balki Braziliya chorak finalga chiqqan, Neymar esa yana bir necha kun orzusini davom ettirayotgan bo'lardi. Ammo futbol agarlarni kechirmaydi. Birgina zarba, birgina xato, birgina o'tkazib yuborilgan imkoniyat ba'zan butun avlod taqdirini o'zgartirib yuboradi. Final xushtagi yangragach stadiondagi minglab braziliyalik muxlislar yig'lardi. Neymar esa uzoq vaqt maydonni tark etmadi. U tribunalar tomon qaradi, jamoadoshlarini quchoqladi va keyin butun futbol olami kutgan gapni aytdi. Bu mening Braziliya terma jamoasidagi oxirgi o'yinim bo'ldi. Shu tariqa braziliyalik afsonaning 16 yillik xalqaro faoliyati yakunlandi. Lekin aslida Neymar o'zi kim edi? Nima uchun muxlislar uni futbol sehrgari deb atashardi? Braziliya terma jamoasi uchun o'zi Neymar nima qilib berdi? Keling, mana shu taraflarga bugun to'xtalib o'tamiz. 2010-yil Braziliya terma jamoasi yangi yulduz izlayotgandi. Kaka asta-sekin faoliyatining pasayish davriga kirayotgan, Ronaldinho terma jamoasidan uzoqlashgan, Ronaldo esa allaqachon futbol bilan xayrlashgan edi. Ana shunday paytda Santos safida butun dunyoni hayratga solayotgan 18 yoshli yigitcha paydo bo'ldi. Oqartirilgan sochlari, cheksiz driblinglari va hech kim kutmagan fintlari bilan u oddiy futbolchiga o'xshamasdi. Uning ismi Neymar edi. O'sha paytda ko'pchilik uni yangi Pele deb atadi. Buni taqqoslash juda og'ir edi, chunki Braziliyada har bir iste'dodli hujumchi ertami-kechmi Pele bilan solishtirilardi. Neymar esa bu bosimni his qilgan holda terma jamoaga kirib keldi. Debyut o'yinidayoq gol urdi. AQShga qarshi o'rtoqlik uchrashuvida bosh bilan kiritilgan gol butun Braziliyaga yangi qahramon kelganini anglatgandi. Shundan keyin ortga yo'l qolmadi. 2013-yil Konfederatsiyalar Kubogi Neymar uchun haqiqiy portlash bo'ldi. U Yaponiya, Meksika va Italiyaga gol urdi. Yarim finalda Urugvayni, finalda esa amaldagi jahon chempioni Ispaniyani mag'lub etishda asosiy qahramonga aylandi. Braziliya finalda Ispaniyani 3-0 hisobida taslim etdi. O'sha turnirning eng yaxshi futbolchisi aynan Neymar bo'ldi. Ko'pchilik mana endi 2014-yilgi jahon chempionati Braziliyaniki bo'ladi degan fikrda edi. Ammo futbol ertak emas. 2014-yilgi mundial Braziliya uchun orzular va fojialar turniriga aylandi. Neymar guruh bosqichida Xorvatiya va Kamerunga qarshi gollar urdi. Chili bilan dramatik nimchorak final, Kolumbiyaga qarshi chorak final, hammasi yaxshi ketayotgan edi. Ammo Juan Zuniganing tizzasi Neymarning beliga tekkan o'sha mashhur vaziyat butun mamlakatni sukutga cho'mdirdi. Umurtqa suyagidagi sinish sabab Neymar turnirni yakunladi. U maydonda emas, kasalxonada yig'lardi. Oradan bir necha kun o'tib, Braziliya Germaniyadan 1-7 hisobida mag'lub bo'ldi. Hozirgacha ko'pchilik agar Neymar sog'lom bo'lganida hammasi boshqacha bo'larmidi degan savolni beradi. Bunga hech kim javob bera olmaydi. Ammo bitta haqiqat bor. O'sha jamoa o'z sardorisiz butunlay boshqacha ko'rinish olgandi. 2016-yil Rio Olimpiadasi esa Neymarning eng yorqin sahifalaridan biriga aylandi.
Braziliya tarixida ilk bor Olimpiya o'yinlarining futbol turnirida oltin medalni qo'lga kiritdi. Finalda Germaniyaga qarshi o'yin penaltilar seriyasiga cho'zildi. Hal qiluvchi zarbani aynan Neymar amalga oshirdi. To'p darvozaga kirishi bilan u tiz cho'kib yig'lab yubordi, chunki bu nafaqat oltin medal, balki 107 alamiga berilgan eng chiroyli javoblardan biri edi. 2018-yil Rossiya. Neymar yana mundialga katta umidlar bilan bordi. Ammo bu safar jarohatdan endigina tiklangan futbolchi avvalgi chaqqonlikni to'liq qaytara olmadi. Braziliya chorak finalda Belgiyaga yutqazdi. Turnir davomida uning yiqilishlari va simulyatsiyalari internetda millionlab hazillarga sabab bo'ldi. Ko'pchilik futbolni emas, uning harakatlarini muhokama qildi. Aslida esa Neymar o'sha mundialni jarohatidan keyin o'tkazayotganini ko'pchilik unutib qo'ydi. 2022-yilda esa Qatarda yana bir fojia yuz berdi. Xorvatiyaga qarshi chorak finalda Neymar qo'shimcha bo'limlarda ajoyib gol urdi. Hamma masala hal bo'ldi deb o'yladi, ammo Xorvatiya javob golini topdi va penaltilar seriyasida Braziliyani musobaqadan chiqarib yubordi. Neymar penaltilar navbatida zarba berishga ham ulgurmay qoldi. O'yindan keyin yig'lagan Neymar suratlari millionlab muxlislarning xotirasida qoldi. Shundan keyin ko'pchilik Neymarning keyingi jahon chempionatida qatnashishiga ishonmasdi. Chunki jarohatlar ko'paydi, futboldan uzoqlashishni boshladi va Braziliyaning hujumkor yarim himoyachilari yanada ko'paya boshladi. Ammo Neymar taslim bo'lmadi. U qaytdi. 2026-yilgi jahon chempionatiga ham yetib keldi. Bu safar u avvalgidek tez emasdi, lekin tajribaliroq edi. Har bir uzatma, har bir qarorda katta futbol maktabi sezilib turardi. Norvegiyaga qarshi nimchorak finalda ham u o'z so'zini aytdi va gol urdi. Avvalgi o'yinlarga nisbatan Ancelotti Neymarga bu o'yinda ko'proq daqiqa berdi. U 70-daqiqalar atrofida maydonga tushdi va so'nggi daqiqalarda Norvegiya darvozasiga penaltidan gol urishga muvaffaq bo'ldi. Afsuski, bu uning mundiallardagi so'nggi goli. Ammo Hollandning dubli hammasini o'zgartirdi. Futbol tarixida ba'zan bitta avlod ikkinchisiga yo'l beradi. Bu o'yin ham aynan shunday ramziy lahzaga aylandi. Bir tomonda 21-asr boshining eng yorqin braziliyalik yulduzi Neymar, ikkinchi tomonda esa yangi avlod super yulduzi Erling Haaland. Yakunda estafeta norvegiyalik hujumchi qo'liga o'tdi. Neymar faoliyatini qanday yakunladi? U Braziliya tarixidagi eng ko'p gol urgan futbolchi sifatida xayrlashdi. Pele rekordini ortda qoldirdi. U 100 dan ortiq o'yinda maydonga tushdi. O'nlab turnirlarda Braziliya sharafini himoya qildi. Konfederatsiyalar kubogini yutdi. Olimpiya chempioniga aylandi va har bir mundialda gol urgan sanoqli futbolchilardan biri bo'lib qoldi. Lekin bir narsa doim yetishmadi. Jahon chempionligi. Ko'pchilik aynan shu sabab uni tanqid qiladi. Ammo futbol yakka sport emas. Messi ham jahon chempioni bo'lish uchun 5 ta mundial kutdi. Ronaldoga esa hozircha bu umuman nasib etmadi. Cruyff, Pushkash, Maldini, Baggio, Zico kabi buyuk futbolchilar ham hech qachon jahon kubogini boshdan baland ko'tara olishmagan. Bu ularning buyukligini kamaytirmaydi. Neymarning faoliyatiga baho berayotgani faqat sovrinlarga qarash ham to'g'ri emas. U butun bir avlodni futbolga oshno qildi. Millionlab bolalar uning fintlarini takrorlashga harakat qildi. Oqartirilgan sochlar modaga aylandi. Ko'cha futbolida hamma men Neymar bo'laman derdi. Ha, u ko'p jarohat oldi. Ha, ba'zan noto'g'ri qarorlar chiqardi. Ha, faoliyatining eng yaxshi yillaridan bahsli transferlar va uzluksiz tanaffuslar soyasida o'tkazdi. Balki u imkoniyatlardan ham ko'prog'iga erishishi mumkin edi, ammo bularning hech biri uning iste'dodini inkor eta olmaydi. Bugun Braziliya yangi davrini boshlaydi. Balki Vinicius, Rodrigo, Endrick yoki boshqa yosh futbolchilar bu jamoani yangi cho'qqiga olib chiqishar. Ammo ular maydonga tushganida tribunada o'tirgan millionlab muxlislar beixtiyor bitta narsani eslaydi. Bir paytlar sariq libosda raqiblarni raqsga tushirgandek aldab o'tadigan, tabassumi bilan stadionni jonlantiradigan, to'pni oyoqqa olishi bilan tomoshabinlarni o'rnidan turg'izadigan bitta futbolchi bor edi. Uning ismi Neymar. Jahon kubogini yuta olmadi, ammo millionlab yuraklarni zabt etdi. Va ba'zan futbol tarixida aynan shu meros har qanday medal va kubokdan ham qimmatroq turadi. Xayr Neymar, rahmat afsona. Shu tariqa Yevropa futbolida yana bir katta epoxa ketmoqda. Dastlab Neuer jahon chempionati bilan xayrlashdi, keyin Modric Portugaliya bilan mag'lubiyatdan so'ng jahon chempionatida yurishni to'xtatdi va mana endi Neymar ham jahon chempionati va Braziliya terma jamoasidan ketmoqda. Ko'pchilik muxlislar va biz ham shuningdek Neymarni sog'inamiz. Uning futboldagi
qarashlari, fintlari va maydondagi driblinglari har bittasi klass darajada edi. Ronaldo va Messi darajasiga yaqin keladigan uchinchi shaxs ham aynan Neymar edi, lekin Braziliya terma jamoasi va Neymar mana shu bosqichdayoq to'xtatdi o'z yurishini va biz ham Neymarni sog'inamiz. Bilamanki, tomoshabinlar orasida ham Neymarning muxlislari juda ham ko'p topiladi. Siz ham o'z fikrlaringizni izohlarda yozib qoldirishingiz mumkin. Futbol YouTube kanaliga obuna bo'ling, chunki biz endi har bitta o'yinga mana shunday ko'rsatuvlarni siz azizlarga taqdim etib boramiz. Keyingi ko'rsatuvlarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.